o'lkan baliq, timsoq maxluqi. Real hayotda bunaqasi bormi yoki yo'q, buni bilmaymiz. Lekin bu eksponat ham aynan chiqindilardan yasalganini inobatga oladigan bo'lsak, bu albatta juda ham kreativ eksponat deb hisoblanadi. Siz yaxshimisiz? Agarda tirnasangiz, uydagi moshxo'rda mana soq qo'ymaydi. Mehribonim? Dunyodagi eng mehribon mavjudot. Oldin aytib qo'y, o'rtamizda hech narsa yo'q. Shu yerda tanishdik. Moshxo'rda ko'rsa jahli chiqadi. Shu boshida tanishib oldik, shu yorimdan ketmayapti. Bu degani yoki men juda ham yaxshi insonman yoki bu juda ham odamlarni yaxshi ko'radigan mushu. Yoki kelasi ham. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zim mehribonim, voy mehribonim. Ruxsatingiz bilan maylimi biz ekskursiyani davom ettirsak? Maylimi? Birga olib boramizmi? Birga? Mayli. Birga. Hammasini endi birga. Ketdik. Ekskursiyani davom ettiramiz. Bunaqa tarzda hali ekskursiyani olib bormagandim.